Leksiyalarımızı başlayımız hürmetli vatandaş. Bugün çislağa 2020 yıl 10. ayının 27. günü haftiga Seyşembe. Endiki mavzumunda Jondan haydi işki köreş. Amerikan himaye kılgıçılar üstünlükü erişti. 5. nöbetlik umum yığın Beijing'de açıldı. Keyfiyat intayin nazok. Mavzulu haber 10. ayının 26. günü Venvet orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Cumhuriyet Partiyası içki küreş Amerika'daki sayılamı çetelip geldi. Cumhuriyet Partiyası'nın 19. nöbetlik 5. umum yığın 10. ayının 26. günü Beijing'de çakırıldı. Yığından avvalqa her xil alametler şunu görsetdi ki üstel astıda Kompartiyanın içki körüşü intayin keskin başlandı. Bulup mu yığın başlanğan şu günü partiyanın organ gizit yığın doğrusu da 112 xatlik Xitay çıxatlı sanıqılı buludu o 112 xatlik haber yazıp Beijing'in siyasi keyfiyatının nazukluğu doğrusu da nazukluğu doğrusu da haberini gövdelendirdi. Wang Qishan bir neçə yıl davamlaştırgan tüven keyfiyatlı qaltını özgertip Cumhuriyet Partiyasının siyasi tertibiga tevekkelçilik bilen xilaplık qilib notoq sözüdü. Wang Qishan xiyanatçılarga qarıştırışdan başa tamaniydi o. Mundaq aytqanda Reis Xi Jinping'nin on qol bezeri deseniz bolaveretdi hazır. Jimlikni bozub tashlab Kompartiyaning ish tartibiga xiris e'lon qildi yoki xiloflik qilib notoq so'zladi deydi. Butkul notoq so'zlash jarayonida Xi Jinping degan ismni bir qatam eg'izga olmadi. Bu bir ajoyib ish bu. Buna diqqat qiling vatandosh. Chunki yashagan odamlar bilasizlar-ku. Rəhbərlərinin, kadrlarının ismini atamay turub, yoki ularni madihlamay turub, siz gap qilolmaysizku. Hazır bu Jungnanxayda yuz berayotgan ish, Wang Qishan notoq so'zlaganda Xi Jinping degan ismni eg'izga olmadi deydi. Eng yomoni organ gazetalari bor. Wang Qishanning nutqini o'zgartmay bu gazetning bosh titoni e'lon qildi. Bu chataqni ko'ringanda. Nim deydi? Eng yomoni partiyaning organ gazetalari bor. Wang Qishanning nutqini o'zgartmay bu gazetning bosh titoni e'lon qildi. Xi Jinpingga qarshi kuchlar quturib turgan bir vaqtda Xi Jinpingning muridi Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partiyasining sekretari, Mustamlika Uyg'uristonning gubernatori Qin Chuango opat derdi. Bu cümlege dikkat kılın cuma vatandaş. O'xshash 24. kuni idi. Torbetlerdə, Xinjiang Qashqarda, Mustamlika Uyg'uriston Qashqarda yuqumli virus tarqalib, shahar qamal qilindi degan xabar tarqaldi. Devlet ichidagi matbuotlar bu xabarni xabar qilganda besim ostida qolgan Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonining amaldorlari 25. kuni Xinjiang rayonlik bu yerda avtonomni tushiribdi juma. Xinjiang rayonlik hukumat axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib 137 nafar kishining virus bilan yuqumlanganligini e'lon qildi. Bu xabar darhalla Jungon qattiq tizginlab turgan undidarda e'lon qilindi. Gerçi Cumhuriyet Partiyası yuqumli virusning tarqalishini yushiradiganligidan kishilar ajablanmasinmi? Lekin bu qatam Qashqarda yuqumli virusning tarqalishi vaqt nuqtasidan aytganda kishilar hayron qilishdi va benormal deyishdi.
Muşu gap esingizde bolsun, vatandaşım. Agar men muşu xabarni sizga yetkizishdan avval Qashqarda virus partli degan xabar yolg'on desam, siz men qanchalik ishonasiz? Adam shundoq bo'ladi. Siz men qanchalik ishonasiz? Endi hozir men mush bir jumla so'z uchun mush xabarni tayyorladim. Nima deydi deng? Lekin Qashqarda yuqumliq virusning tarqalishi vaqt nuqtasidan aytganda kishilar hayron qilishdi va benormal deyishdi. Buning ma'nosi nima? 10-ayning 26-kuni Hindistonda Amerika Qo'shma Shtatlari Demokratik Hindiston bilan harbiy kelishim imzoladi. Ma gap 10-ayning 25-kuni bo'lyotdi vatandosh. 10-ayning 26-kuni Beijingda Zhongdan Hayning ishga kurash partiyachilik ishga kurash boshlandi. Dal shu vaqtda Xi Jinpingning muridi yoki Xinjiang rayoni mustamlik Uyg'uristondagi gubernator Gomashchisi Chinchuango bu voqeani taridi deydi. Tuyuqsiz e'lon qildi deydi. Demak bu yolg'on. Vatandosh, Qashqarda yuqumliq virusning portlaganligi yolg'on. Maqsad okrojni qilish, tizginlash, mushu rayonda Uyg'urlarni kontrol qilish. Chunki bu yerda Xitoy o'ylayotgandek yoki Sharqda yoki G'arbda Hindiston Jungo chegarasida bir ish bor. Shunga tuyuqsizlar bahona qilib yursin, bahona qilib xalqni qamal qildi degan. Hozir tahsilda muhokamada so'z aytdim, menda so'zlanib ketdi, kechiringlar. Yana bir tarafdan qizg'in ketayotgan Amerikadagi saylam aslida tizgin seyrib ketayotgan Demokratlar partiyasidan nomzod Joe Biden elektronlik darvoza voqeasi ve Joe Biden'ni o'zi ishchiga olgan bir turkum Demokratlar partiyasi nopozliqlari hammasi Jungoda zo'r boy bo'lish fursatiga erishgan. Texmi gumon qilindiki, bular hozirgi rahbar Xi Jinping bilan savdo qilgan. Nihoyatda nozik Amerika Jungo munosabatini shakllantirgan. Jona haydi kurash, Amerikani himoya qiluvchilar bu kurashning mavzusi xabarni e'lon qilgan o'rin Vanway Torbiti Kanadada ishlanadigan Vanway Torbiti biz sizlarga davomli so'zlaymiz. O'sha xabarni Vanway Torbiti beryapti. Endi davomlashtiramiz. Yuqumliq virus tarqalayotgan bir paytda Amerika Jungo munosabati yomonlashayotgan bir paytda Xalqaro ittifoq Jungo Kompartiyasi qo'rshovga olgan ahvol ostida Jungo Kompartiyasining organ gazeti, ya'ni Kreml-Rebauning tuvan darajada inkas qaytarishi ishki kurashning kaskinligini ko'rsatib berdi. Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosi Jungo Kompartiyasini qo'rshovga olgan ahvol ostida Zhongdan Hayning yuqori qatlamida Xi Jinpingga qarshi turadiganlar Jungo Kompartiyasi hokimiyatining jeni halqomga kelib qolganligini tonib yetib, Xi Jinpingni asli jinoyatchi hisoblab va uni og'dirib tashlab, siyosiy hokimiyatni qo'g'dab qolmoqchi bo'lyapti. Ya'ni Kompartiyaning jenining halqomga kelib qolganligini o'zi tonib bo'ldi demoqchi bo'lyapti vatandosh.